Assalamu alaykum hörmətli televizor görgüçülər. Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının Haftalık xəbərlər proqramını görüyorsunuz. Programımız hoş geldinler. Növbətdə muşu bir həftə jarayanda radiomuzda Uyğurlarga dair anlatılgan bir qism mühim xəbərlərini əsiltib ötdümiz. Mən Erkin. Məngil Çehre. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsilatları da olsun. Amerika Dövlət Məclisində müzakirə qılınıyotqan Uyğur kişilik hüquq siyasəti qanun layihəsi 11 sentyabr günü Amerika Kengaş Palatasında ma'qulluqdan ötüb, məzkur layihənin rəsmi qanun olub ma'qullanish yo'lidagi eng muhim qadamlarning biri elindi. Məzkur qanunni bosh bo'lib tanishtirgan Kengash Palata a'zosi Marco Rubio va Bob Menendez birlashma bayonotida mazkur qonunning Uyg'urlarga qartilgan bostirish harakatining oldini olishda muhim ahamiyatga ega ekanligini bildirdi. Xalqaradagi ko'plagan tashkilotlar bu qarorni qizg'in qarshi olganligini bildirdi. Hamda buni Uyg'urlar haqida dunyoga hamda Xitoyga berilgan bir signal deb ko'rsatdi. Uyg'urlar diyoridagi katta savdogarlardan Abdujalil Hajim 2017-yili terrorlikqa moddiy yordam berish bilan ayblanib turmaga tashlangan edi. Yaqinda Abdujalil Hajimning norozilik arzi sunib, yuqori haq bilan advokat yollashi orqali uningga ortilgan jinoiy ishlar hukmi bekor qilingan. Ahvoldan xabardor kishilarning bildirishicha, Abdujalil Hajimning sud hukmi bekor qilingan bo'lsa-mu, o'zi yanala turmadan qo'yib berilmagan. Jismoniy qiynoqdan mang'almas bo'lib qolgan Abdujalil Hajim navbatda doktorxonada davomli so'roq qilinmoqda ekan. Analizchilar bu haqda fikr qilib, bu xildagi delolar qonuniy masala emas, balki siyosiy masala. Xitoy hukumati Uyg'urlarning sarxillarni yo'q qilishni oxirgi nishon qilyapti dedi. Xitoy hukumati kasbiy tarbiyalash maktabi deb atayotgan lagerdagi nachar turmush sharoiti va jismoniy qiyin qistoqdan har kuni ko'plagan kishilarning o'lib ketayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Yaqinda Qashqarning Yangishan oilasidagi Armudin yezisidan lagerga ilib ketilgan Akufka Idris Qudus va Yezim Qudusning ilgari keyin bo'lib lagerda jon uzganligi ma'lum bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, lagerda o'lib ketayotganlar nurg'un bo'lsa-mu, o'lganlarning o'lim uchuri o'lguvchilarning urug' tuqqanlaridan boshqalarga, hatto kadrlar va soqchilarga uqtirilmaydi ekan. Shu sababdan lagerdagi ko'plagan o'lim voqealari hamda ularning qanday o'lib ketayotganligi izchil sir altida saqlanib qolmoqda ekan. Uyg'ur diyoridagi lagerlarga qamalganlar ichida yosh va o'rta yosh kishilardan boshqa allaqachon pensiyaga chiqqan, shundaqla og'ir kasallarga giribdor bo'lib davolanayotgan sobiq kadrlarning ko'pligi andish qo'zg'amoqda. Yaqinda Ili oblast xalq qurultayida 30 necha yil ishlab pensiyaga chiqqan Tursun Barat va uning ayoli Zoidam Turkiya safaridan qaytib kelibla lagerga ilib ketilgan. Ularning Turkiyadagi qizi Shamsiya ularning 20 yildan qamoqqa hukm qilinganligini anglagan. G'ulji shaharlik 6-chi boshlang'ich maktabdan pensiyaga chiqqan Sherifjon Muhammad 2017-yili ayoli bilan tangli tutqun qilingan. Yaqinda uning qamoqqa hukm qilinganligi ayolining texcha lagerda ekanligi ma'lum bo'ldi. O'tgan hafta ijtimoiy taratqularda bir narisida bolaning jasadi suvdan suzib olinganligi haqida uchur tarqalgan edi. Muxbirimizning ahvol aniqlashi jarayonida bu bolaning Turpan shahri Qarg'o'ji yeza Ostoni kantidan ekanligi oydinlashdi. Ma'lum bo'lishicha, bu yil 3 yoshlardagi bu go'dakning ota-onasi Turdi G'oyit va Otikam lagerda bo'lib, bolasi suvda tunjiqib o'lib ketganligi keyin urug' tuqqanlari bilan bir qitim ko'rishtirilgan. O'tgan yillardan buyon ota-onasi lagerga ilib ketilgan Uyg'ur go'daklarining mushu xildagi hodisalarga uchrab, o'lib ketishi ko'p ko'rilgan bo'lib, lagerlar paydo qilayotgan ijtimoiy fojialarning biri deb qaralmoqda. Yaqinda arab jurnalist Nihat Jariri xonim o'zining Uyg'urlar diyorida ko'rganlarini dunyoga oshkorlab, Uyg'urlar g'oyat zo'r usti ochiq turmada yashamoqda ekan deb ko'rsatdi. Nihat xonim Urumchi, Qashqa, Xotan qatorliq joylarda lager teshidagi Uyg'urlarning qaysi darajadagi qabohatlik, kontrollik va ruhiy besim ostida yashaydiganligini o'z kechirmishlariga birlashtirgan holda jonliq tasvirlab bergan. Islom dunyosi Uyg'urlar duch kelayotgan ijtimoiy fojialarga qarta sukut qilib kelayotgan arab jurnalistning Uyg'urlar haqidagi bu bayonlari Uyg'urlar masalasini tashqi dunyoga anglitishda zo'r qimmatga ega deb qaralmoqda. Hürmetli televizyon görgüçüler, yukarıda Erkin Asiya Radyosu Tor televiziyasının
Haftalık haberler programmasını gördüңlar. Kelar hafta görüşeyle. Hayır, hoş. Xeyr xoş.